Assalomu alaykum aziz Ha, ona bak. Durma, sen orada bak. Tengizə assalomu alaykum deymiz. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mirshod akamizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim shu to'y balamizni fars to'ylarida ham kelib xizmat qilish bizlarga nasib etsin. Albatta endi sizlarni yuraklaringizdan, ko'ngillaringizdan joy olish uchun Ko'hna Xiva Arda Xivaylidan tashrif buyurdik. Qo'shiqlarim, o'yinlarim yoqsa, qarsaklar bilan alqishlab, qo'llab-quvvatlab o'tirasizlar degan umiddaman. Endi biz bayon tarafida sho'x, ya'ni Xorazmcha qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Marhamat. Sizlar uchun bo'lsin.
qilib